O'ttiztadan qo'yamiz biza. O'ttizta to'rtta varianti. ABCD to'rtta variant. O'ttiztadan savol. Assalomu alaykum domla. 60 ball проходной ball. Endi 100% deb 30 ta savol 100% bo'lsa, o'shandan 60%dan yuqorisini bajarsa 30 ball bor. Ikkita papka. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi darsimizda C++ Builder muhitida demak panel komponentasining e, panel komponentasi bilan yanada keng ko'lamda tanishib o'tamiz. Demak, va yana Edit komponentasi bilan ham tanishib chiqamiz. Forma ko'rinyaptimi? Agar oldin eshitayotgan bo'lsa bitta tasdiqlab yuboramiz. Ko'rinyapti domla. Ko'rdim. Ko'rinyapti demak, ovoz endi ishlab ketdi. Xo'sh, Assalomu alaykum domla. assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Demak, Yaxshi, rahmat. har doimgidek C++ Builder'da bitta yangi forma ochib olamiz. Xo'sh, ana bu sizlarga tashlab bergan elektron kitobim ko'rinyaptimi? Yo'q, domla, nima ko'rinib o'tiribdi? Programma Form dosyasi. Ha, ha, bo'ldi demak. Endi ko'rinyaptimi? endi ko'rinyapti domla. Demak, qaranglar, shu yerdan label komponentasi bilan tanishib chiqdik. Demak, panel komponentasi bor. Buni bir ishlatib ko'rsatgandim. Xo'sh, demak, panel komponentasini butun maydon bo'yicha o'sha 4 bo'lakka bo'lib shu- qo'yilgan va unda o'sha panel komponentasining ana bu yerda qismida bitta xususiyati, ya'ni allegin xususiyati bor. Demak, forma o'lchamlarini o'zgartirilganda formada turgan o'rnini aniqlash uchun ishlatiladi o'zi. Ushbu demak o'ynani birinchi
bajarıp ko'rsataman. Keyin harakat qilasizlar o'zlaringiz bajarishga. Demak, shu yerni o'zida 5 ta panel tashlangan. Demak, butun maydon bo'yicha biz olishni boshlaymiz. Demak, bitta, ikkita qaramiz. Demak, panel 1, panel 2. Demak, panel 1 Domla bunda 5 ta panel bo'ladimi? Yo, undan ko'p bo'lishi 5 ham mumkinmi? Yo'q, 5 ta panel bo'ladi. Ana qaranglar sababi, ana tepada, pastda, ikki yon tomonda va butun markaz bo'yicha bitta panel tashlangan. O'sha bo'laklarga bo'lingan holatda. Pastni bittasi egallaydi, bitta yon tomonni va tepani va markazni ham. Shuni hozir bajarib ko'ramiz yozuvlar bilan birga. Xo'sh. Demak, ana Alejin sut birinchi o'rinda turadi A bilan boshlangani uchun. Demak, ana bu qismi qo'yamiz. Ikkini bosamiz, Alejindan pastni qo'yamiz. Yana ikkita tashlaymiz. Demak, past tashlaganimizdan keyin buni demak chap tomonga moslashtiramiz. Buni o'ng tomonga moslashtiramiz. Xo'sh, endi yana bitta olamizda markaz bo'yicha. Mana qaranglar. Hech qaysi biri bir-birini ustiga chiqib ketmadi. To'g'rimi? Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryaptimi ekran? Ko'rinadi, domla, ko'rinadi. Ko'rinyapti. Demak, qaranglar, hech qaysi biri hech narsa ustiga chiqib ketmadi. Keyin e'tibor bergan bo'lsalaringiz, yana bitta nima qilay? Agar o'zlaringiz kuzatayotgan bo'lsalaringiz, ko'p komponentlarni shu vaqtgacha ishlatgan 3-4 ta komponentimiz bo'lsa, width bilan haze, ya'ni eni va bo'yi yoki balandligi va o'sha eni degan nima bor? Mana haze, width borda. Nimalari bor, parametrlar. Men bunga ham o'zim aynan qo'l bilan o'lchamlarni berganim yo'q. Olib tashlagan holatimda markazdan o'zi berilganicha moslashtirib chiqdim. Faqat bitta qiladigan ishim, men alejini o'zgartirib chiqdim. Ana endi bir boshdan yozamiz. Alejin a top panel 1 ga ko'rinyapti, ha? Alejin al Ko'ryapman. top buni yozishimiz kerak. Buning uchun demak panel 1 ni caption xususiyatini o'chirib aligin tenglik a xo'sh al demak kichkina bilan top so'zini yozaman. Xuddi o'ziday bo'ldi. Pastga Alejin al button tenglik al bottom yoziladi. Ikki chetga demak bu yoqqa Alejin al left al left tenglik qolib ketdi. Demak bu qismiga Alejin tenglik al right shu yozda xato ketdi. Right. Keyin Alejin al client degani bor. Bu o'rtaga. Xo'sh, Alejin al client degani bor, ana o'rtaga. Xo'sh, ko'rib turganlaringizdek bo'ldi. Bitta ishlatib ko'ramiz. Kod yozilmaydi. Demak, bu o'sha bu topshiriq bo'yicha kod yozilmaydi-da. Shu bitta narsa bor. Ana qaranglar. Moslashadi, o'zi moslashadi. Men o'lcham berganim yo'q, ko'ryapsizlarmi? O'zi moslashyapti. Tur maydon bo'yicha kattalashtiryapman. Ham moslashyapti. Ana e'tibor bersangiz, men tortaman ham. Qaranglar moslashini ana. Xo'sh. O'zi moslashib ketyapti. Ana endi xo'sh. Bu bo'ldi. Demak, bu komponent ko'pincha
biror bir oynany, biror bir oyna ustida yoki bir nechta oynalar bilan ishlagan paytda ma'lum bir komponentlar qo'shilib ketmasligi uchun ko'pincha ishlatiladi. Yoki bir nechta labellar, editlar yoki boshqa batterlar bilan ishlagan paytda har bittasini alohida qism qo'yib, ya'ni formadan alohida o'rin egallagan holatda qo'yiladida, keyin ustiga qo'yib chiqiladi alohida bo'laklarga bo'lish uchun. Asosiy vazifasi shu. Agar savollaringiz bo'lmasa, demak, nimani ikkinchi qismga o'tamiz. Birinchi qism bu tugadi. Panel xuddi shu tushunchasi shu. Ana endi masalan allergen xususiyatini ko'rdik. Eslaringizda bo'lsa, ana bevel inner loweretlarni ko'rgandik. O'sha bo'rtib chiqish holatlari, nimani qavarib botiq qilish holatlari ana shu qismidan bevel innerdan bo'lardi. O'sha ketma-ket xususiyat bor edi. Bevel inner, kind outer bor edi. Demak, ushbu qismlardan yana ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Endi asosiy nimaga o'tadigan bo'lsak, hozir bir daqiqa. Edit komponentasi bilan tanishishimiz kerak. Edit komponentasi bilan tanishib o'tishimiz kerak. Demak, edit komponentasi o'zi nima? Kelinlar buni tozalab tashlayman. Mana ishlatgan komponentlarimizni bir boshdan yana ko'rib chiqaylik. Ana label bo'ldi, button bo'ldi. Label demak statik so'zlarni chiqarish uchun, button tugma bosilish uchun. Ana endi editga kelamiz. Ana edit degan tushuncha bor. Edit deb o'qiladi. Ishlar zamonida lekin edit deb o'qilsa ham bo'ladi. Endi demak, bu o'zi nima degan tushuncha, komponent nima vazifani bajaradi degan nimaga keladigan bo'lsak, hozir ekran ko'rinyaptimi sizlarga? Hammalaringizga. Qayerdan Ko'ryapti domla. qayerdan olganimiz ko'rinyapti. Demak, standart komponentlari bilan ishlayapmiz hozir ham. O'shandan ana demak, labeldan keyingi o'rinda turgan komponent, edit komponenti, demak, matn kiritish uchun mo'ljallangan bir qatorli matn maydoniga bo'lgan komponent hisoblanadi. Bir qatorda yoziladi, faqat klaviaturadan kiritiladi bu. Bu o'xshaydi. Masalan, agar biror bir saytdan ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsalaringiz yoki shunga o'xshash nimadirdan ro'yxatdan o'tish kerakmi, yo biron bir narsani kiritiladigan oynasi bormi, veb sayt bo'ladimi yoki ilova, mobil ilova bo'ladimi? Kiritiladigan maydon, ya'ni klaviaturadan kiritiladigan ma'lumot turi oladigan demak, komponent hisoblanadi. Demak, bu yerda caption bo'lmaydi. Bu komponentda caption bo'lmaydi. Bu komponentda asosiy nimalaridan biri text degan tushunchasi bo'ladi. Text bo'ladi. Captiondan o'rniga mana o'chirib qo'ysam, o'chiradi. O'chirib qo'ysam, o'chadi. Masalan, hozir shuni ishlatib ko'rsak, mana edit bir turgan holatda bo'ladi. Biza vaqt sarflamaslik, masalan, o'chirishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun vaqt sarflamaslik uchun text xususiyatini, mana shu yerda text xususiyati bor. Text xususiyatini buni bosib qo'ymadimmi? Text xususiyatini o'chirib qo'yishimiz kerak. Birinchi marotabada o'chirib qo'yishimiz kerak. Endi demak text maydon qiymati, name komponent dasturining nomi, read only faqat o'qish uchun rejimi, matnni o'zgartirib bo'lmaydigan rejimlari bor. Xo'sh, buni nimaga ham tashlab qo'yaman mashg'ulotni. Demak, max length kiritilishi mumkin bo'lgan. Hozir bir daqiqa, demak, men buni ham Word qilib tashlab sizlarga ko'rsatmasam, ozgina tushunmay qolishlaringiz mumkin. Bitta amaliy mashg'ulot bor. Ana, bo'ldi. Ko'rinyaptimi Word sizlarga? Ko'ryapti domla. Xo'sh, demak, ana amaliy mashg'ulot edit komponentsi bilan ishlash. Demak, mashg'ulot maqsadi talabalarda edit komponentsi xususiy xususiyatlari, hodisalar bilan ishlashni o'rgatish.
foydalanuvchi ma'lumotlarni qabul qilish va ularni dasturiy yo'l bilan ishlab, qayta ishlash ko'nikmalarini mustahkamlash. Demak, dastur C++ builder yoki shu bo'lishi kerak. Komponentlar masalan, faqat bitta komponent tanishib o'tsa agar, bular ham ishlab ketishimiz mumkin. Demak, qisqacha izoh. Ish. Edit komponentasi demak, kiritish uchun mo'ljallangan bir qatorli matn maydoni, tekst matndagi qiymati name kompaniyaning dasturiy nomi, read only degan xususiyati bor, faqat o'qish uchun rejim. Matnni o'zgartirib bo'lmaydi o'sha holatda. Max lensda kiritilishi mumkin bo'lgan belgilar soni, passwordchar parolni yashirish uchun belgi, masalan shuni parol qilib ishlatsak ham bo'ladi. Alignment demak matnni gorizontal tekstlash, on change matnni o'zgartirish sodir bo'ladigan hodisa. Endi bu ikkovi hodisaga kiradi asosan. Bular xususiyatga kiradi. Chunki on bilan boshlandimi, e'tibor bilan qarab turinglar. On bilan boshlandimi, u hodisaga o'tib ketadi. Demak, matn o'zgarganda sodir bo'ladigan hodisa, tugma bosilganda sodir bo'ladigan hodisa. Belgili filtrlash uchun ishlatiladi. Endi bitta narsa bor. Endi bunaqa olib qaragan holatda editda on click bor, lekin u aynan nima uchun ishlatilishi kerak? On click edit komponentasi uchun on click umuman olganda o'zi ishlamaydi, chunki biz uni bosmaymiz. Bu ichiga yozamiz. Bosiladigan komponent emas. Mana tugma komponenti bosiladigan komponent. Endi birinchi topshiriq, edit 1 ga kiritilgan matnni labelda chiqarish qilishimiz kerak. Masalan, kelinglar ana shu editga yozilgan Demak, domla matnni editga matn yozsak, labelda ko'rinishi kerak. ko'rinishi kerak. Shundaymi? Demak, vazifa foydalanuvchi editga matn kiritilganda labelda xuddi shu matn avtomatik aks etishi kerak. Interfeys yaratish boshlari, demak, forma 1 ga edit va labelni joylashtirish kerak. Bitta edit, bitta labelimiz bor. Xo'sh, ana endi edit tekstni bo'sh qoldirish kerak deyapti. Label caption ismingizni kiriting bo'lganda edit event yozish kerak, ya'ni hodisa yozish kerak. Event hodisa edi. Edit 1 komponenti tanlanib, obyekt inspektordan events varag'ida on change hodisasini ochib, ana shu kodni to'liq yozishimiz kerak. Ana endi nima bo'ladi? Events ga o'tib on change deganni topamiz. Editga turibmiz biz. On change agar topolmasak qidiruv bersak ham bo'ladi. Ana on change ga kiramiz. Yozilyapti ana kodda. Demak, label 1 ni captioni, label katta bilan label 1 ni captioni teng bo'lsin edit 1 ni tekstiga. Tamom, dastur tugallanadi. Aytyapti ana natija tasvir editga harf yozilsa, yozilishi bilan label matni o'zgarib boradi. Real vaqtda ishlatib ko'ramiz. Demak, xatolik bormi bizda? Tenglik caption label 1 ni captioni. Nima xatolik bor? November xato yozman. Hozir. Caption bo'lish kerak. Ishlataman. Salom. Ko'rdingizmi? Virgul D 335 25 ATT. Ko'ryapsizlarmi? Demak, on change degan narsani tushunib olishimiz kerak. On change hodisasi degan narsani tushunib olishimiz kerak. On change nima degani u o'zi. Demak, editga harf yozilishi bilan label matni o'zgarib boradi. On change hodisasi. On change nima degan tarjimani bilasizlarmi? Keyin On change o'zgarganda degan, change o'zgartirish, o'zgarganda, ya'ni o'zgarish degani hozir bizni holatimizda editga yozilganda, ya'ni matn kiritilganda yoki harf yozilganda degani, ya'ni o'zgarish ma'nosi edit uchun harf yozilgandaga to'g'ri keladi.
Çünkü 7'de yozuladi. O'zgartirish bu har kiritish bilan bog'liq-da yoki o'chirish bilan bog'liq. Mana hozir ishlatib ko'rsataman. Mana o'chadi ham. Yozaman ham, o'chadi ham. Ko'ryapsizlarmi? Ko'rinyaptimi? Bu yozib o'chirishda uni klaviaturadan qilsa ham bo'ladi. Klaviaturadan bo'ladi o'zi. Mana hozir oyna ko'rinyaptimi, yo'qmi? Mana Ko'rinyapti, ishlatayotgan. ko'rinyapti. Ana 409 oynasi ko'rinib turibdi. ana o'chirganim, yozganim ko'rinyaptimi? Aha, ko'rinyapti unda. Ana on change degan holatda ana o'chirdim, hech narsa yo'q. Ana on change o'zgarish tarjimasida kelyapti. Sabab endi edit uchun o'zgarish bu ma'lumot kiritish, editga yoki o'chirish degan nimada keladi. O'zi bitta hodisa lekin dasturda, ya'ni muhit uchun bitta hodisa hisoblanadi. Tushuntira bildimmi? Keyingi Tushundik. nimaga o'tamiz? Xo'sh, buni hozircha tashlab ketamiz. Sababi o'tiladigan bitta mavzu bor, alohida katta mavzu. Matematik amallarni bajarish komponentlar orqali o'sha payt ko'ramiz. Xo'sh, ana endi 3-topshiriq. Faqat raqam kiritishni cheklash. On-key press degan nima bor? Hodisa bor. Vazifa, demak, edit maydoniga faqat raqamlar va backspace tugmasini kiritishga ruxsat berish. Qaranglar. Faqat harf emas, faqat raqamga ruxsat berish. Ya'ni editga hozirgi kunda ana hozir buni qaytib o'tsam, raqam ham, son ham kiritilib bilyapman, ko'ryapsizlar? Endi faqat harfsiz raqam kiritish haqida gap ketyapti. O'shani ham cheklash mumkin. Faqat harfni, demak, interfeysni yaratish bosqichida bitta edit, bitta label tashlash kerak. Labelni captionga faqat raqam kiriting degan narsa kiritamiz, deyapti. Demak, buni X qilib chiqib ketamanda. Label 1 ni captioniga faqat raqam kiriting degan so'zni qo'yaman. Demak, chiqamanda buni bosaman, propertiesdan buni o'chirib buni qo'yaman. Keling, 2 nuqta bordimi? Yo'q ekan. Demak, event yozish kerak. Edit 1 ning on-key press hodisasidan foydalanish kerak, deyapti. Edit 1 ning on-key press. Demak, buni bosaman. On-key press degani bor. Ichiga kiraman. Demak, quyidagi kodni shunday tashlab yuboraman. Ishlaydi. Xo'sh, natija editga harf kiritish urinishlari natija bermaydi. Ishlatib ko'ramiz. Xatolik qayerda? Demak, bu bizga kerakmi o'zi? Ishlataylik qani. Nima xatolik beryapti? O'chirilish, nimadir komponentda o'chirilish nimasi qolib ketganmi? Biror joyda. Buni o'chiraylik qani. Errors yana bor. Balki bu yopilishi kerakdir. Ishladi. Qaranglar, ana harf yozildi. Yo'q, bosyapman, sizlarga ko'rinmaydi, lekin raqam bo'lsam ishlaydi. Ko'rdingizlarmi? Men harfni bosib Ha. turibman. Nima ham o'zgardi chunki mana. U label 1dagi yozuv ketdi. Mana harf bosyapman. Ovoz eshitilmayapti sizlarga. Harf bosyapman. Bosilmaydi, lekin son yozilyapti. Ko'rdingizlarmi? Son yozilib borilyapti. Mana bu yo'g'i ham chiqib qoldi daji. Harf lekin bosilmayapti. Sabab on-key press degani on-key press ana ko'ryapmiz. On-key press. Editga harf kiritish urinish. Endi aynan harf demaymiz. Key press degani endi key press ni ma'nosi tarjimasi klaviaturada klavish ma'nosiga bo'lsaylik, endi key press o'zi kalit deyish ma'nosida ham kelishi mumkin qaysidir holatlarda keyda. Endi bu yerda key press degani klaviaturani bosilish, ya'ni klaviaturadan qaysidir klavishni yoki o'sha tugmani bosishdagi ma'noda kelyapti hodisaga. Endi shuni ko'ryapmiz mana. Key deyapmiz bitta o'zgaruvchiga. Key yoki o'sha keyni olyapmiz 0 dan katta yoki teng emas, demak 9 dan kichik yoki teng bo'lsin va vika back, ya'ni belgini bekor qilish 0 holatda kelyapti. Ya'ni harf masalasida hech narsaga
bo'lmagan 0 dan 9 gacha bo'lgan barcha raqamlarni kiritish mumkin harfdan tashqari. O'sha boshqonasi bo'ldiki tam ishlatma degan ma'noda hozir kelyapti. OnKey Press'da. Tushundingizlarmi? Tushundik domla. Kodni nimaga tashlab qo'yaman. Demak, parol maydonini yaratish. Hozir bu boshqa komponent, yangi komponent bilan ishlab o'tib ketgan. Bu ham hozircha kerak emas. Jedid 5 bo'lsa xabar chiqarish. Demak, tugma bosilganda edit bo'sh ekanligini tekshirish, interfeys yaratish bosqichlari, edit, button propertiesdan on-click hodisasidan. Demak, bu ham yaxshi ish, nima ekan, topshiriq ekan. Demak, buni bajarib ko'ramiz. Xo'sh, tugma bosilganda editning bo'sh ekanligini tekshirish. Demak, buni ham o'chirib qo'yaman. Bizda bor, kerakli komponentlar bizda bor. Demak, 3 ta komponent bor bizada. Onlayn darsga. 3 ta komponentimiz bor. Demak, label 1 ga nima yozilgan topshiriq bo'yicha? Bizga label 1 ga hech narsa yozilmagan. O'zi label komponenti yo'q ham ekan, o'chirib qo'ysak ham bo'lar ekan. Label komponenti shart emas ekan bizga. Demak, bitta button, bitta edit komponentimiz bor. Demak, biz bajarishimiz kerak quyidagicha. Property so'zlar, demak, captioniga, button captioniga yuborish degan nimani beramiz? Yozuvni beramiz. Event yozish kerak, button 1 ni on-click hodisasiga. Demak, 2 marta bossak ham bo'ladi, chunki 2 marta bosish hodisasiga button klikka olib boradi o'zi. Demak, ushbu kodni shunday olib tashlab, sizlarga tahlil qilib beraman. Nima bo'lyapti bu yerda? Agar ifni bilasizlar, agarligini C++ dan o'tilgan. Text is empty degan xususiyat, ya'ni oddiy kodda yoziladigan holat bor. Oddiy kod holatda. Demak, bo'sh bo'lsa, agar o'sha bo'sh bo'lsa, demak maydonni to'ldiring degan eslaringizda show message bor edi. O'sha chiqarsin va edit 1 ni set focus degan xususiyati bor, kursor editga qaytadi degan tushuncha bor. Agar ma'lumot bo'lsa, demak ma'lumot qabul qilindi degan mesaj chiqishi kerak. Ishlatib ko'ramiz. Xatoligimiz bor ekan. Demak, buni ham o'chirib qo'yamiz. Demak, yuborish. Demak, maydonni to'ldiring degan ana nima chiqyapti? Eslaringizda bo'lsa, biz empty information orqali nima hosil qilgandik? Ana shunaqa, shunga yaqin o'yin hosil qilgandik. Nima deydi? Context menucha hosil qilgandik. Demak, mana maydonni to'ldiring degan narsa OK orqali chiqyapti. Ana qarasalaringiz, men OKni bosganimdan keyin kursor to'padan to'g'ri editga yonib o'tish holati bo'lyapti. Chunki biz kodni shunaqa bergandik. Mana e'tibor bilan qaranglar. Is empty bo'lsa maydon to'ldiring chiqadi va edit 1 ni set focus, ya'ni set focus degani kursor editga o'zi avtomatik borib yonib o'chadi. Holat aktiv turgan holatda bo'ladi. Endi yozib ko'ramiz. Salom. Ana, qaytib yuborishni bossam, ma'lumot kiritilgandan keyin qaytib yuborish bossam, demak ma'lumot qabul qilindi va men editga kiritgan matn chiqib kelyapti. Bu qanday hodisa hosil bo'ldi? Aks holda qismiga, show message ga xuddi shunday narsa kelyapti va qo'shimcha qo'shilgan holatda edit 1 ni tekstdan, ya'ni ma'lumot keladigan joyidan ma'lumot kelib qo'shilyapti. Savol bormi? Tushundingizlarmi? Qiyin emasmi?
Domla takrorlab ko'ramiz yana bir. Ha bu sal nima qilib bo'lishi mumkin chunki man har darsga ikkita uchta yangi komponentni holatlari hodisalari xususiyatlarini ko'rsatib boryapman. Buni agar takrorlamasak ertaga esimizdan chiqib qolyapti. Man har xil ishim hayda mini ilovalar orqali oddiy bir hodisalar orqali tushuntirishga harakat qilyapman. Buni ishlatib ko'rishimiz kerak. Keyin shular orqali shu hodisa shu xususiyatlar orqali kattaroq ilovalarga o'tib ketishimiz ham mumkin. Xo'sh. Yedit komponentasi bo'yicha savol bormi? Demak, bu biz uchun ma'lumot kiritish oynasi, ma'lumot kiritadigan komponent sifatida ishga demak, keladi. Ko'pincha klaviaturadan kiritiladigan ma'lumotlarni e, nima uchun kiritilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni shu komponent orqali kiritib biz nima qilib chiqamiz. Shu yana shunaqa oddiy masalan ilova nima qilsak bo'ladi vaqtimiz bor ekan 7-8 daqiqa. Mana matn uzunligini cheklash degan tushuncha ham bor ekan. Bunda yangi tushuncha bor. Buni ham ko'rib o'tmaymiz. Ana bu tushuncha alohida bitta mavzu bo'lib qolsin. Chunki bu orqali biz kichkinagina kalkulyatorni yasash tushunchasini ham beramiz keyin. Xo'sh. Bunda ham xuddi shunday. Ana buni ishlatsak bo'ladi. Demak, kiritilgan matnni katta harfga o'tkazish degan tushuncha bor. Yedit kiritilgan kichik harflarni katta harfga avtomatik aylantiradigan, ya'ni ilova qilmaydagina ilovacha yashashimiz kerak. Demak, buning uchun interfeysda bitta yeditni char case demak nimasi bor? Char case'ga uppercase bu hodisa avtomatik qiladi. Kod yo'li bilan quyidagicha. Ya'ni buni mana hozir bitta narsasini aytib o'tib ketay. Qarasalaringiz. Men kichkina hammasini yozsam kichkina yozadi, ko'ryapsizlar. Men agar caps lockni yoqib bossam hammasini katta yozadi yoki shift bilan bosib ishlasam ham katta yozadi. Lekin har doim faqat kattada, kichik yozsa ham kattada nima qiladigan xususiyati bor. Buning uchun demak aytilyapti. Char case deganiga boramiz. Char case deganiga boramiz. Ana normal turibdi, lower case turibdi, upper case turibdi. Demak lower case har doim katta yozsangiz ham kichik yozadi, normalda o'rtacha. Biza belgilangan holatda katta shift yoki caps lock bosib yozsa katta yozadi, bo'lmasa oddiy mayda bilan yozib ketaveradi. Upper desa hammasini katta yozadi. Demak, shu xususiyatni biz hodisa orqali boshqarishimiz mumkin. Buning uchun demak kod yozamiz, bitta edit kerak. Demak, edit exitida bitta boshqa joyga o'tilganda yoki yozilganda matn katta harfga o'tiladi. Demak, exit degan holatda hodisa bor ekan. O'chiraman. Eventsga o'tib on exitni topamiz. Ana on exit bor ekan. On exitda bittagina shu kodni kiritib ko'ramiz. Ya'ni ishlatamiz. Edit teksti teng bo'lsin uppercase deb yozilgan edit tekstiga teng bo'lishi kerak. Endi qaranglar. Kichkina bilan yozdim. Nimaga bu holat ishlamayapti? Demak, hodisani biz to'g'ri boshqarmadik. Chunki ishlamay qoldi. Hozir ko'ramiz. Editdan chiqqanda yoki on change bo'lganda, ya'ni editdan boshqa joyga o'tilganda yoki yozilayotganda katta harf bilan harfga aylanadi. Edit chiqish kerak edi. Bo'ldi. Mana boshqa joyga aktiv holatda boshqa komponent ustiga bosganimda yozib bo'ldi. Nima boshqa narsaga ishlab ketdi, chunki button kelgan bor edi. Mana shunday holatda nima olib qaytib ishlatib ko'rsataman. Endi editning aktiv holatini ozgina qidirdim. O aktiv holatda baribir edit aktiv turar ekan. Shu uchun buttonga hech narsa kod yozmasdan buttonni bitta bosib qo'yaman, o'shanda ko'rasizlar. Va kichkina buttonni bossam katta. Ko'rib turganlaringizdek, men buttonni bosish hodisasini izohga olib qo'ydim. Hech qanaqa kod yo'q, lekin aktiv. Ya'ni editdan boshqa holatda aktiv bo'lish degan mana nima bor ekan?
Yani exit buni oldin ishlab ko'rmagan ekanman. Oldin kerak bo'lmagan ekan menga to'g'risi. Ana editni exit degan hodisasi bor. Ya'ni u nima deyapti? Editdan boshqa joyga o'tilganda yoki yozilganda matn xatti harfga aylanadi. Ya'ni bu nimani hozir ishlatib ko'rgan paytim editni o'zi aktiv holatda turmagan bo'lishi kerak. Va o'sha holatda man yozgan so'z o'sha harflar ketma-ketligi ana qarasalaringiz katta harfga o'tyapti. Lekin men buttonga hech narsa kod yozganim yo'q. E'tibor bergan bo'lsa, mana button-kiligi yoki button boshqa hodisasi men hech qanaqa kod yozganim yo'q. Shu kodni o'zi hodisani boshqaryapti, ya'ni exit hodisasini, ya'ni editdan boshqa komponent aktiv bo'lgan holatda nima kod ishlashini ana bu yerda yozib ketyapti. Tushunarlimi? Savol yo'qmi? Yo'q, domla savolimiz yo'q. Xo'sh. Yordam bering. Demak, bir minut mana shunday buni nimaga olib ketay. Rasm kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh. Demak, xo'sh, bo'ldi. Demak, edit komponentasi shunga yaqinroq o'xshaydi. Birinchi asosiy narsa unga yozamiz biz. Yozgan holatda chiqarish, yozilganni yozuvlar bilan boshqarish o'sha hodisalar bilan ishlaydi. Asosan shu yozuv labeldan farq bor, labeldan farqi demak aynan editdan farqi bu statik matnlar bilan ishlaydi. Biz editda lekin klaviatura bilan matn yozamiz. Ya'ni dinamik matnlar. Biz xohlagan yozamiz. Lekin labelni o'zimizcha boshqara olmaymiz. Oddiy, ya'ni forma ishlagan holatda label yozuv yo chiqqan bo'ladi yoki label bir turgan bo'ladi. Biz uni odatda forma ishlatib bo'lgandan keyin uni